Qo'yib. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Redpol bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasiz, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shkura qo'yiladi. Endi 20 talik. И грубый tosh qo'yasizlar, keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulyovkasiga, nulyovka qo'yasiz. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir грубый deb o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham Made Turkiya deyilgan. Ma'nisi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kilovat, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'ilgan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga o'rniga yildi. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Plisosga tiqilgan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Buni barabarlari ham bor, remediy. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Redpol 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka. Uncha-munchasida yo'q lekin.